Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jigarlarim, sizlar bilan Rekuber va bugun biz Minecraftdagi life hacklarni sinab ko'ramiz. Qani bo'lmasam, ketdik. Introni tez qildim, mayli. Va bu birinchi life hack. Bu life hack ishlaydimi yo'qmi? Baribir harakat qilib ko'rish kerak. Qani bo'lmasam, let's go. Qani bo'lmasam, bismillah deb birinchi life hackni boshlaymiz. Biz uchun 4 ta yotoq va boshqa buyumlar kerak bo'ladi. Eng kerakli buyum bu redstone. Redstone ishlatishni juda ham yomon ko'raman. Deyim. Qani bo'lmasam, tezlashtirib o'raman sizlarning vaqtinglar olmasdan. Let's go, bro. Run to me, confess your love, like please just say, confess your love, like please say, confess your love, like won't out so confess your love, like please say, confess your love, like you'll the say, confess your love, like please say, confess your love, like won't out so confess your love, like please say, oh the pretty say, confess won't out so to me, oh the pretty say, confess won't out so confess your love. Ishimiz tayyor bo'lib qoldi. Oxirgi redstone va nima qoldi? Oxirgi redstone va bitta tugma bilan hal. Come on baby. Mana bosib ko'ramiz. Bosilmayaptimi? Bosilmayapti. Nimadir bo'ldi. Turib bosish kerakmigina? Turib bosib ko'ramiz. Yo, xato qo'ydimmi? Normalni. Hammasi normal turibdi. Balkim turib bosib ko'rarmiz, Davay. Turib bosaylik. Mana ping ishladi va nima natija? Bro, damn. Bu fake ekan. Mayli, ko'ngil cho'ktirmaymiz. Keyingi life hack ham bor-ku, to'g'rimi? Obuna bosmaslik. Keyingi life hack. Ushbu life hack o'xshashiga ishonchim komil. Qani bo'lmasam qilamiz. Let's go. Suvni tayyorlab bo'lganman. Shunchaki oynalarni qo'yib dragon yasasak bo'ldi. Qiyin emas deb o'ylayman. Qani birinchi joylashtirib chiqamiz. Shu joylashtirgan joylarimni sal kesib o'raman shekilli, yo tezlashtirib o'raman. Eng muhim joyi hammasini sindirib chiqamiz va life hackni tekshiramiz. Men shuni bilib qoldimki, bu eksperimentni men xato qilman, ya'ni life hackni. Keyingi videoda buni tuzataman. Sizlar esa videomga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Ikkinchi qismi ham bo'ladi. 2 kundan keyin kutinglar. Xayr.